Sigir narxlari bilan tanishtiramiz siz aziz obunachilarimiz. Sigir bugun savdosi juda ham qizyapti. Hamma sigirga yopishgan. Mana sigirlar savdosi juda ham odam ko'p. Hamma sigir olgan chunki sababiki sigirdan yaxshi foyda bo'lib qoldi. Ham suti, ham bolasi. Shuning uchun sigir savdosi juda ham qizyapti. Assalomu alaykum hurmatli Norincho'ro'z obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Bugun biz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'voy chorva bozoridan sigir narx-navonlarini siz obunachilarimizga tanishtirib boramiz. Obuna bo'lmay ko'rayotgan obuna bo'lib bittadan like bosishni unutmanglar. Mana shu sigirimizni savdosi qizyapti. Nech pulga? Nech pulga bermayapti? 27 million. 27 million 200 bolasi bo'yicha. Mana 27 million 200 ga shu sigirimiz berilmayapti. Nech pul so'rayapsiz o'zi siz? 27,5 million bo'ldi. 200 ming berdim. 200 so'rayapti. 300 ming kam so'rayapti. Bitib qolibdi-yu aka savdosi. Shu sigirimiz 27 million 200 ming so'mga shu sigir berilmayapti. Birinchi bolasi, birinchisimi? Ikkinchisi ekan, bolasi bu qacha. Sog'ib ichganimi aka? Bu bozor. Sog'ib ichganimi? Sog'ib ichganimi aka? Sog'ib ichgani shu. Sog'ib ichgan aka 300 ming. O'tib bering endi sog'ib ichgani bo'lsa aka. Aka, men bola sonini musoqalar bo'lib qo'ygandan bor. 27 million 300 mingga shu sigirimiz berilmadi. Bu qanchaga berilmayapti? 28 ga berilmayapti. Bolasi bu qacha buni. Mana bolasi bu qacha. Bu sigirimiz ham 28 millionga berilmayapti. Birinchisimi bu? Birinchi bolasi, o'sha enasi yana kuyga kelib qopti molni. Nechta suti bor buni? Mana sigir savdosi juda qizyapti. Chunki hamma sigirga yopishgan bozorda. Novoslardan ko'ra sigir savdosi ancha yaxshi bo'lyapti. Qanchaga bermayapti amaki? 8 million 200. Nechi berdi endi hoji? Siz nech pul so'rayapsiz o'zi? 28 30. Shu odam aka betini qattiqroq qo'yam, shu odam ekan bor. Mana 30 million so'ralayotganga 28 million 200 ming so'mga shu sigirimiz savdosi bo'lib turibdi. Birinchi bolasi. Bolasi bu qacha. Savdolar yaxshi bo'lyapti. Sotadigan odam bormi? Savdolar qizg'in bo'lyapti. Bolasi bu qacha. Shu bolasiga ishqiboz bo'lib olishyapti. 28 million 200 ming so'mga berilmayapti. Buni ham bolasi bu qacha. Nechinchi bolasi? 3-chisimi? Nechta sutga? Nima? Norincho'roq. Mana 3-chi bolasi bu qacha 10 litr sutga. Pulichi? Puli? Puli qancha? 40 million so'm kami bor ekan. Bolasi bu qacha mana 10 litr sutga. Mana. Bozor qancha puli berdi? Aka, bozor qancha puli berdi? 33,5 million pul berish shu sigirga. Mana bolasi bu qacha. Birinchi bolasi 10 ta sut kamida aka? 12 litr sutga birinchi bolasi bu qacha. Puli? Puli?
34 millionga berilmadi shu sigir mana. Chiroyli sigir ekan, yaxshi sigir ekan. Qiziqqanlarga nomer beramizmi yo savdosi bo'lyapti? Savdosi bo'lyapti, sotilib ketadi mana. Chiroyli, yaxshi sigir. 33 million so'm. Savdosi o'tiribdi mana hozirgi holatida. Necha pulga olacağım aka buni? 2 milyon 800. 2 million 800. Yaxshi ekan. Pul bo'lib qolibdi, qo'yam. Birinchi bolasi-da? ikkinchi bolasi oldi. Ikkinchi bolasi xunajin. Nechtasiga? 10 tami? 10 tami? 10 taga indamay beraveramiz. Osh sut olmay. 10 litr sutga. Amanki, keltiring. 6 kurak, mana yaxshi chiroyli sigir ekan. Oldu mu gap yok. Mana tishi ham 6 ta yosh sigir ekan. Kam bo'ladi. Qanchaga? 20. O so'rayapti. Necha pul aytyapsiz o'zi? Necha pul aytyapsiz? Qancha berasiz? Qancha berasiz? Mana 30 million aytilyapti ekan egalaridan. 26 million so'm pul beryapti shu sigirimizga. Mana sigir savdosi bugun yaxshi qizyapti. Mana hamma sigirlarimiz savdosi bo'lyapti, sotilyapti. Sigir so'ragan ko'p. Bolasi buqacha. Nechinchi bolasi Nargisin? Birinchisi. Buni ham birinchisi. Uniki buqacha, buniki xunajini. Ikkalasi ham birinchi bolasi ekan. Mana yosh sigir, yangi tuqqan, yangi sog'in sigir so'raganlarga. Bunisini bolasi mana buqacha. Nechtadan sutga bular aka? 7 taga. Bularga nechta sut? Mana bu sigirimiz 10 ta sut beradi deyishyapti. Oching. 2 kurak mana. O'zini yo'q. Mana 2 kurak, yosh, yaxshi sigir ekan. Mana bolasi buqachasidan so'raganga. Nomerlarni yozib qo'ying. Hozir 99lik 99lik 391 09 78. 78. Mana bolasi buqacha, birinchi bolasi 10 litr sutga, yangi sog'in, 2 kurak yosh sigir olib uzoq vaqt sog'ib ichaman degan ko'kalarimizga mana nomerlarni olib joylab qo'ydik. Telefon qilib bog'lanib qo'yasizlar. Sotilmagan bo'lsa bir gaplash savdosini qilib olasizlar. Puli? 30, 31. O'zi nech pul aytyapsiz? 35 aytyapman. 35 million so'rashyapti. Narx aytyapti-ki, mana 31 million savdosi bo'pti mana. Shu sigirimizni. Buni puli qancha aka? 30 million deyapti. Mana 30 million so'm kami bor ekan. Bolasi xunajin, birinchi bolasi. 6-7 ta suti bor. Savdosi bo'ldimi? 26 yarim 26 800. Eng chiqqan 26. Mana 26 million 800 ming savdosi bo'pti mana. Nomer ayting aka. 95 lik. 95lik 356 356 77 97. Mana aloqaga chiqinglar. Birinchi bolasi xunajin, 5-6 ta suti bor. Yaxshi sigir. Bolasi Novos. Mana bolasi buqacha. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi buqacha. Nechta suti bor buni? 10 ta oshib sut beradi deyapti. Puli? 32 pul berishibdi mana. 40 million kam bor deyapti. 32 million savdosi bo'pti. Mana bolasi buqacha. Shu sigirimizga 32 million so'm pul berishibdi mana. Nomer ayting ham aka. Nomer yo'q. Telefon yo'qmi?
Telefon ishlatmayman deyapti. Yaxshi mana. Birinchi bolasimidi? Birinchi bolasi. Bolasi Onajin mana yaxshi bola bergan ekan. Mana sifati, sigirni ko'ringlar. Mana sigirni o'zi ham sifati yaxshi. Yosh sigir. Birinchi bolasi ekan. Nechta suti bor? Aka, nechta suti bor? Pulichi? Mana 8 litr suti bor. Uzr aka. 8 litr suti bor, 40 million kami bor ekan shu sigirda ham mana. Birinchi bolasi Xunajin. Mana nomer qoldiraylik aka. 50lik 221 2689. Mana aloqaga chiqinglar, bu Norin chorva. Buni prямой referini ham qilgan edik. Endi mana olib nomerlarini bilan sekin obzorini qilyapmiz. Nechinchi bolasi edi aka? Ikkinchi bolasi. Bolasi mana sementalga gibrid bo'lib tushgan Xunajin ekan. Ikkinchi bolasi yosh sigir. Nechta suti bor? 8 litr suti bor ekan mana. Pulichi? 33 million so'm kami bor. Savdosi bo'ldimi? 28 million savdosi bo'libdi mana. 33 million so'm kami bor. 8 litr suti bor. Shu sigirimizda mana. Mana bola gibrid bo'lib tushgan ekan. Olimizning sifati ham yaxshi. Telefon nomer 99lik 906 07 97 Mana shu sigirimizga ham qiziqinglar. Mana yosh, bolasi gibrid bo'lib tushgan, bolasi Xunajin. 28 million savdosi bo'libdi, 33 million so'm kami bor ekan. Yaxshi sigirlarimiz. Mana bolasi gibrididan, serftidan, zotlisidan izlagan ko'kalarimizga shunaqa variantlaridan ham bor. Birinchi bolasi aka? Birinchi bolasi mana buqacha. Bolasini o'zi ham yaxshigina pul bo'lib qoladi. Ajratib sotsangiz ham, kuzgacha boqsangiz ham enasi bekarga qoladigan variantidan. Nechta suti bor aka? 20 ta suti bor. Pulichi? 65 million so'm kami bor. Savdosi bo'ldimi? 55 million. Mana 55 million so'm pul berishib turibgan. Mana shu 20 ta suti bor. 20 litr suti bor. 65 million narx aytishyapti. 55 million so'm savdosi bo'lib turibgan mana shu sigirimizda. Mana shu ena bolaga. Yaxshi sigir ekan bu ham. Mana bolasi buniki ham buqacha ekan, polvon bergan. Sigirimiz o'zi ham sifatli, yaxshi sigir. Nechinchi bolasi, nechta suti bor? Ikkinchi bolasi 10 ta suti bor. Puli? Puli 45 million kami bor. 45 million so'm kami bor. Savdosi bo'ldimi? Savdosi qancha bo'ldi? 38 million. 38 million so'm savdosi bo'lib turgan shu sigirimiz ham 10 litr suti bor. Ikkinchi bolasi mana yaxshigina polvongina buqacha ekan mana. Yaxshi sigir. Nomer qo'yamizmi yo sotilib ketyaptimi? Ha, 93lik 329 0085. Mana yaxshi sigir bolasi buqachasidan. Mana shu bor ekanligi, mana to'g'risini aytib sotishyapti. Akalarimizga rahmat. Shu bor endi. Lekin 10 ta suti bor bolasi buqachasidan mana. Olib o'zim tarbiyalab olaman degan aka-ukalarimizga yaxshi variant. Buni biz uy savdosi rasa qizyapti, buni sotilib ketadi deyapti. Buni bolasi bo'lmadi? Buqachami? Mana shu sigirimiz 10 ta sutganmidi? 10 litr sutga mana bolachasi Xunajin. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi 10 litr sutga puli.
Mana 35 million so'm kami bor ekan. Mana shu ena bolasi sigirimiz ham yaxshi chiroyli sigir, bo'ylari 1.35 kiloda chiqadigan. Yaxshi sigir ekan. Savdosi bo'ldimi, bo'lmadimi? Qancha bo'ldi? Eng Pasroq ham 30 üstü ham. mana 30 million 30 million so'm savdosi bo'pti mana mana sigirimiz. Bular ham sizlardan-a? Hammasi. Mana buni bolasi, buniki ham xunajin ekan. Buni nechta suti bor? 12 Mana buni ikkita 13 ta suti bor ekan. Mana shu bo'ylari 1.40 kilo chiqib qoladigan mana bolasi xunajin. Puli qancha buni? Puli. Buni 45 million so'm kami bor ekan. Bu qorasini bolasi qaysi? Qora aka. Novvasmi bu? Bu nechinchi bolasi? Bu 3-chi bolasi ekan, bolasi novvos. Nechta suti bor buni? 10 tosh suti bor deyishyapti. Pulichi? 35 million so'm kami bor. Buniki bolasi İkinci bolası 32 kami. ikkinchi bolasi 32 million kami bor. Bu nechta sutga? 10 litr sutga bolasi xunajin ekan mana. Mana shu 4 tasiga shu akamizdan hozir nomerlarini ham olib beramiz. Mana shu sigirda ham shu nomerda bo'ladi mana. Telefon nomeri ayting aka. 94lik 266 7722. Mana qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib O'zg'or bo'lib deganiga ham bo'lib. savdosini qilib olasizlar. Qaysi olami? Puli yengilidan so'raganlarga shu sigirimiz 24 million kam bor ekan, bolasi xunajin. 24 million kam bor. Bu ham mana shu hozirgi akani sigiri ekan, aloqaga chiqsanglar kelishtirib beramiz ishga. Yani yeri Bolasi xunajin, mana yaxshi chiroyli sigirimiz. Ikkinchi bolasimi? Ikkinchi bolasi norin chorva. Nechta sutga? 8 taga olaversan endi. Mana 8 litr sutga dehqonchilik, sog'lom, yaxshi ko'rishonib turgan bolasi xunajin, ikkinchi bolasi ekan, 8 litr suti bor ekan. Pulichi? 36 million so'm kami bor ekan. Savdosi bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 30 million savdosi bo'pti mana sigirimizda ham mana. Qiziqqanlar bo'lsa, yaxshi sigir ekan mana. Telefon nomeri aka? Nomer. Sotilib ketsa-chi? Sotilib ketdi deysiz. 93lik 606 52 11. Aloqaga chiqinglar, sotilmagan bo'lsa mana telefon akalarimizdan. Yaxshi ishonarli sigir. Bolasi xunajin. Bolasi xunajin mana chiroyli, yaxshi sifatli sigir. Savdosi bo'lyaptimi? Qancha bo'lyapti? 30 million so'm. O'zi qancha aytyapsizlar? 36 million so'm. Narx aytilayotgan shu sigirimizga nechta suti bor buni? 10 litr suti bor, bolasi xunajin, bo'ylari 1.38 bo'ladigan yaxshi sigir. Qancha pul berilyapti? 30 million so'm savdosi bo'lib turibdi. Shu sigirimiz buni 30 million aytilyapti. 30 million so'm 36 million aytilyapti. 30 million so'm pul berilyapti shu sigirimizga. Bolasi xunajin, 10 litr suti bor ekan. Sotilib ketadi. Shuning uchun nomerini so'ramadik. Bolasi buqacha. Nechinchi bolasi aka? 3-chi bolasi. Nechta suti bor?
Mana 7 litr suti bor. Pulichi? 36 million so'm kami bor deyapti shu. Bolasi buqacha 7 litr suti bor sigirimizda. Savdosi bo'ldimi? Qancha? 31 million 500 ming so'm savdosi bo'ldi mana shu. Tishi 6 ta. Nomer 97'lik. 97lik 159 30 10. Mana aloqaga chiqib ko'ringlar. Norin chorva. Ha. Nomer qoldiramizmi? Sotilib ketadimi bu? Sotilib ketadi, savdosi bo'lyapti. Mana bundan keladi. Mana buni ham bolasi buqacha. Yaxshi sigir. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi buqacha. Nechta suti bor? 8 ta. Mana 8 litr sutga ikkinchi bolasi buqacha. Nech pul aytyapsiz aka? 35 olsun ekan. 35 olsun ekan bu. Mana 35 million so'm kami bor deyishyapti shu bolasi buqacha, ikkinchi bolasi. Nechta suti bor dedingiz? 8 litr suti bor. Shu yosh, yangi tuqqan bolasi buqacha sigirimizda. Savdosi bo'ldimi? Savdosi 31 berishyapti. 31 million so'm. Yuzi. 31 million so'm savdosi bo'ldi shu sigirimiz ham mana. Mo'lras hala bu bo'ldi. Enasi o'sha kuyga kelib qoldi deyishyapti. Mana olib buqaga qo'yib qo'ysangiz, yaxshigina foydada chiqasiz, xudo xolasa. Nomer ayting aka. 93lik 760 760 60 40. Bir aloqaga chiqib ko'ringlar. Mana ser sut bolasi buqacha 15 suti bor. Ha, bolasi buqacha 15 litr suti bor. Nechinchi bolasi bu? 3-bolasi aka. 3-bolasi ekan. Mana 15 litr suti bor. Pulichi? 40 million so'm kami bor. Savdosi bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 33 million so'm savdosi bo'ldi. Mana shu sigirimiz ham mana. Mana idishini ham ko'ringlar, o'zi idishi ham aytib turibdi. 15 litr sutga deyapti mana. Bolasi buqacha. Mana bolachasi. Bolasi 16 kunlik. Mana bolachasi ham. Bolachasi ham gibrid bo'lib tushgan ekan mana. Quruqqa qo'yilgan aka bolasi. Sotiladi aka. Nomer 93lik 514 514 57 14. Mana aloqaga chiqib ko'ringlar. 15 litr sutga bolasi buqacha. Yaxshi sigir istaganlarga. 99 Nechilik? 93lik 909 57 14. Aloqaga chiqib ko'ringlar. Mana yaxshi sigir so'raganlarga. Qancha? 200 ming o'tib bering dedim, bu 27 yarimga. Hey, na. Bering. Norin chorva. Niye qarang? Bo'lib qo'yamiz. Qancha? Bolasi xunaji. Nechinchi bolasi aka buni? Birinchisi aka. Birinchisi. Nech pul so'rayapsizlar o'zi? 24 berishyapti aka. 24 million 700 ming mana. 27 million 400 mingga barakami? Qanchaga baraka bo'ldi? 100 kam 27. 100 kam 27 yarim. Mana 27 million 400 mingga mana bolasi xunaji. Birinchi bolasi ekan shu sigirimiz sotildi. Nechta suti bor bu? 8 litr aka. 8 litr suti bor. Mana shu sigirimiz Norin chorva. Sotildi mana. 27 million 400 mingga mana bolachasi xunajin. Shu sigirimiz sotildi mana. Sotilgan joylari. Bolasi buqacha variant. Mana bolasi polvonidan, bolasi buqachasidan izlagan aka-ukalarimizga
Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchisi. Nechta suti bor? 10 litr sutga bolasi buqacha, ikkinchi bolasi. Pulichi? Sotildi. Sotildimi? 31 million so'mga sotilibdi shu sigirimiz ham. Mana hamma sigirga ishqiboz. Mana sigir olib foyda topgan, baraka topgan ko'p bo'lyapti. Bolachasini o'zidan chiqib ketadi-da enasini puli xohlasa. Shuning uchun sigirga hamma qiziqadi. Sigir bozoriga juda ham odam ko'p. Sigir olayotgan ko'p bo'lyapti mana. Navbatdagi yaxshi bolasi buqacha, buni ham yaxshi sutdor sigirimiz. Nechinchi bolasi aka bu? 4-chi bola. 4-chi bolasi. Nechtasi nechi pul? 12 ta suti bor. 12 litr suti bor. Puli 36 ga bermadingizmi? 36 millionga berilmabdi shu sigirimiz. Buni men olyapman. Yo'q. Yaxshilaridan ko'rsatamiz. Necha pul bo'ldi aka? Bu sotilmadi, qaytyapti. Sotmash. Mana navbatdagi yaxshi sigirimiz mana bolasi buqacha. Yaqab o'ting aka sigirni. Mana bolasi yaxshi, sutga to'ygan, urug'dan tushgan, yaxshi polvon bo'lib qolgan. Enasini o'zi ham yaxshi, bo'ylari 1.35 chiqadigan ser sut. Bolasi buqachasidan bolasi polvonni olaman deganga mana yaxshi zo'r sigir mana. Narxi qancha aka? 42 million so'm kami bor. Nechta sutga? 10 litr sutga 42 million so'm kami bor ekan shu sigirimiz. Savdosi bo'ldimi? Savdosi qanchaga berilmadi? 39 million so'mga berilmabdi mana yaxshi sigirimiz. Mana yaxshi variant, buni ham bolachasi kuzigacha yaxshigina pulga kiradigan bo'lib qoladi, yaxshilab boqilsa albatta. Mana yaxshi sigir izlaganlarga. Nomer qoldiraylik aka. Nomer 93lik 008 57 55. Mana qiziqqanlar bo'lsa yaxshi variant. Qanchaga berilyapti u? Ha? Qanchaga bermadingiz? 23 ga. Ko'p emas shu. Bolachasi mana katta bo'lib qolgan. Bolachasi ham xunajin, enasini o'zi ham yaxshigina sut beradigan sigirimiz. Nechinchi bolasi buni? 3-chi ekan. Molni yetalab kelsin. Mana 3-chi bolasi. Bolasi ham mana xunajin, enasiga yetib oladigan yaxshi variantida. 3-chi bolasi. Nechta suti bor buni? 10 litr. Pulichi? Savdo bo'lyaptimi bu? Aka, puli nechi pul ekan buni? Kimdan aka o'z? Puli nechi pul? 50 million. 50 million so'm kami bor ekan mana shu sigirimizda ham mana. O'zi ham yo'g'on, bolasi ham katta bo'lib qolgan yaxshi. Mana. Menga aytgan 50 million so'm kami bor. zo'rmi? Enas qo'yilganmi buqaga? Ha. 2 oylik Buqaga qo'yib ham qo'yilgan ekan mana. Bo'g'oz o'pqasi olganda baxti. 50 million kami bor. Savdosi bo'ldimi buni? Ha. Qancha bo'ldi savdosi? 41,5 million savdo bo'ldi. 41 million 500 ming savdosi bo'ldi mana shu. Oltirak.
Yurak. Chiqadibdi-ku, unaqa to'lmagan. Nomer qoldiring aka. Telefon nomer, ha. Nomerimiz 77lik 77lik 506 506 91 81. 91 81. Mana qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Alloh rozi bo'lsin. Necha pulga oldingiz aka? Sotmadingizmi? Sotilmadi. Mana sigir bozorida shunaqa narxlar mana barcha yaxshilarini faqat video obzor qilib berdik. Nomerlari bilan aloqaga chiqib bir gaplashib ko'rasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib bittadan like bosib qo'yishni unutmanglar. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.